Birinchi, ikkinchi, uchinchi mavzularni test ekan. Demak, birinchisi qarang. 21-mavzu. Yangi dam olish oromgohida 300 kishi dam olmoqda. Shanba kuni 3 ta yetakchi bilan 52 nafar o'quvchi. Demak, 300 kishi umumiy hisobda 300 kishi bor. Demak, shanba kuni 3 ta yetakchi va 52 ta o'quvchi bor ekan. 52 nafar o'quvchi sayohatga ketibdi. 16 nafar o'quvchi esa bir murabbiy boshchiligida sport musobaqasiga. Demak, 16 nafar o'quvchi va bitta murabbiy ham qo'shilib ketibdi ular bilan. Shanba kuni oromgohda nechta dam oluvchi qoldi? Demak, umumiy hisobda mana shuncha odam ketib qolibdi. Qancha odam qoldi desa nima qilayapmiz? Demak, mana bu ikkalasini hammasini qo'shib olamiz bir-biriga. 3 ga 52 ni qo'shsak necha bo'ladi? 55. 1 ga 16 ni qo'shsak 17. 55 ga 17 ni qo'shsak 60 72 mi? 72. 300 kishidan 72 nafar ketib o'tdi. Qanchasi qoldi deb aytyapti. 370 ni aytsak necha? 228 mi? 228 kishi qoldi. To'g'ri javob Sajod. Ikkinchi savol. Maftunada 8 ta ruchka bor edi. Bu Diloraning ruchkalaridan 2 barobar kam. Qarang. Maftun opamizda 8 ta ruchka bor edi. Xo'p, Dilorada qancha bor? 8 ta ruchka bo'lib 2 barobar kamroq. Mana bunda 2 barobar kamroq. Demak, maftunada 2 barobar kamroq bo'lsa, bunda 2 barobar ko'proq bo'ladimi? Bunda nechta bo'ladi? 16 ta bo'ladi. Xo'p, lekin har maftuna haqida gapirilyapti. Bunga o'tgani yo'q. Maftuna haqida gapirilyapti, lekin Shahrizodaning ruchkalaridan 4 barobar ko'p. Mana buni ruchkalari Shahrizodanikidan 4 barobar ko'proq bo'lsa, Shahrizodada kamroq bo'ladimi? Ha. Xo'p, demak, bunda nechta bo'ladi keyin? 4 barobar kam bo'lsa, bunda Shahrizodada 2 ta bo'ladi. Demak, Dilora va Shahrizodada jami Dilora va Shahrizodada deb chiqdi. Dilora, maftuna qo'shib. Dilora va Shahrizodada jami nechta? 16 ga qo'shib qo'yadigan bo'lsak 18 ta. Demak, 18 ta degan javobimiz javob turibdi. Xo'p, 3-chi savol. Bir korxonada 1860 ta ishchi ishlaydi. Umumiy hisobda 1860 ta ishchi bor ekan. Har bir ishchi har 4 kunda 3 dona mahsulot ishlab chiqaradi. Bolalar 4 kunda 3 ta mahsulot ishlab chiqarar ekan. 1800 bitta ishchi 4 kunda 3 ta mahsulot ishlab chiqaradi. 1860 ta ishchi bir kunda nechta mahsulot ishlab chiqarishini topishimiz uchun 1860 ni 4 ga bo'lib qo'yaman. 4 ga bo'lamanda 3 ga ko'paytirib qo'ysam 1860 ta ishchi bir kunda nechta mahsulot ishlab chiqarish kelib chiqadi. Demak, 1864 ga bo'lavering. 4 tadan necha? 465 3 ga ko'paytiring. 1395. Ana endi bir kun davomida 1860 ta ishchi 1395 ta mahsulot ishlab chiqarar ekan. Xo'p, 16740 dona mahsulotni necha kunda ishlab chiqarishadi demak. Bo'ladi 1295. 12 kun vaqt ketar ekan. Javob beramiz. 12 degan javobimiz A javobi. Xo'p, 4-chi. Quyida tenglik to'g'ri bo'lishi uchun uchburchak, doira va yulduzchalar belgilarining o'rnida mos ravishda qanday amal qo'yish kerak? Qarang, 10 yana nimadir turibdi? 3 yana nimadir turibdi? 4. 3 mana bu yerga qo'yib ketdi. Teng 32. Mana bu yerda javoblardan foydalanish zo'r yo'l, eng qulay javoblardan foydalanish. Demak, D javobni qarasangiz, mana bu yerda ko'paytiruv, bu yerda ayruv, bu yerda qo'shuv. Haqiqatan shunaqa bo'ladi. 10 kara 3 30, 30dan 2 aytsak 28. To'g'ri javob dedi. 5. Maryam Toshkent Timo so'zini yonma-yon tarzda 5 marta yozdi. Natijada hosil bo'lgan so'zda T harfi necha marotaba takrorlandi deb aytadi. Demak, bitta Toshkent Timo so'zida ikkita T bor. Ikkita T bor. 5 marta. 5 ga ko'paytiramiz. 10 ta. Demak, 10 ta degan javob. 6-chi savol. Xo'p, Sarvarning 4A bo'lmaydimi? Yo'q. 4A bo'lmaydimi? Yo'q.
Yo'q, 4 ta A javobni qarang. Mana bu yerda yozib qo'yaman. Qarang, A javob. 10 A javobda birinchi ko'paytirish turibdi. Ko'paytirish 3, keyin doirachani o'rniga plus qo'yilyapti. 2, keyin ayro turibdi. Ayro 4. Hisoblang chiqadi. 10 kara 3 30. 32 ni qo'ysak 32. 32 dan 4 dan 28 bo'lib qoladi. Bildingmi? Tushundingizmi? Ustoz, men bildim to'g'ri qayta o'ylagan. Birinchi ko'paytirgan, keyin qo'shgan. Mana buni siz mana bu yerda chalib ketgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu yoqda doiracha qo'yib qo'yilgan-ku. O'sha doirachani ko'paytirish deb o'ylab, ya'ni mana buni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, 6. Sarvarning ikkita qopida jami 15 ta olma bor. Ikkita qopida 15 ta olma bor ekan. Ikkita qop bor ekan. Ana shularda hammasi bo'lib, shuni birinchi qop, ikkinchi qop yozib qo'ying, bo'ldi? Mana. Birinchi qop, ikkinchi qop. Ikkalasida jami nechta ekan? 15 ta. 15 ta ekan. Yana 15 ikkiga bo'lib 7,5 7,5 deymiz. Bilmaysiz, balki bunda 14 kerak. Bilmaysiz. Bilmaysiz-da hali. Xo'p, u har bir qopda bir xil miqdorda olma olganidan keyin, demak, ikkalasidan ham qandaydir miqdorda qop, mana, qandaydir bir xil miqdorda olma olinyapti. Bir xil miqdorda olma olinyapti. Birinchi qopda 4 ta, ikkinchi qopda esa 7 ta olma qoldi. Demak, mana bunda keyin, mana bunda hosil bo'lib qolyapti 4 ta, bunisida hosil bo'lib qolyapti 7 ta olma qolyapti. U har bir qopdan nechtadan olma olgan deb aytib qo'ydi. Demak, eshiting. Bunda 4 ta, bunda 7 ta olma qolgan bo'lsa, 4 ga 7 tani qo'shib yuboring. 11 ta olma qoldi. Nechta olma olingandan keyin 11 ta olma qoldi? 15 ta. 15 dan aytdi, yana 11 dan. 4 ta, qarang olma. 4 ta olma, ikkalasidan 4 ta olma olingandan keyin 11 ta qoldi. 4 2 Tushundingizmi? Ha. 4 2 ga bo'lib qo'yamiz. 2. Mana bundan ham 2 ta olingan, mana bundan ham 2 ta olingan. Aslida qancha bo'lgan? Bunda aslida 6 ta bo'lgan. Nima uchun? Chunki 4 ta olibdi. 4 2 ni qo'ysak 6 ta bo'lgan. Bunda ikkinchi qopda nechta bo'lgan? 9 ta bo'lgan. Ikkasini qo'shganda 15 ta chiqdi. Tushundingizmi? Xo'p. 6-savolga 2 degan javob berdim. E'tibor bering, 4 degan javob ham turibdi. Chalkashib ketmang. Mana shu yerga tashlab kelib, ha, ikkalasidan ham olinyapti-da. 4 ta olma ikkalasidan olinyapti. 7-savol. Shuncha yetib kelib, keyin boshqa javoblarga ketib qolmang. Boburda 15 ta olma, Sarvarda esa Boburga qaraganda mana. Boburda 15 ta olma, Sarvarda Boburga qaraganda 3 ta ko'p. Nechta bo'ladi? 18 ta olma bor ekan Sarvarda. Xo'p, Boburdagi olmalar soni Dilshoddan 5 ta kam. Boburda Dilshoddan 5 ta kamroq bo'lsa, Dilshoddan ko'proq bo'ladimi? Dilshoddan ko'proq bo'ladi. Demak, Dilshodda 20 ta olma bor ekan. Xo'p, ana endi bizga aytayapti. Ma'lum bo'lsa, olmalar eng ko'p o'quvchidagi olmalar sonini toping. Eng ko'p o'quvchida Dilshodda 20 ta olma bor. 8-savol. 8-savolga nima deyapti? Bir avtobus uchun bir kuniga 30 litr yoqilg'i ajratiladi. Agar u har kuni attiga 22 litr yoqilg'i sarflasa, 12 kunda ichida jami qancha yoqilg'i tejab qoladi deb qo'yibdi. Qarang. Keyin ayirib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bunday siz buni. Qarang. Agar u har kuni 22 litrda yoqilg'i sarflasa, bir kun malades. Bir kunda necha litr yoqilg'i tejab qoladi? O'zi 30 litr yoqilg'i sarflaysan deb aytdi. Lekin u 22 litr yoqilg'i sarflaydi. Bir kunda necha litr yoqilg'i tejab qolyapti? Ha, bundan 22 ni ayirib qo'ysak 8. Xo'p, 8 litr yoqilg'i sarf tejab qolayotgan bo'lsa, 12 kun ichida necha? 96 tejab qolar ekan. Har bir 8 litrda yoqilg'i sarflasa 12 kun 96 litr. Ana bu sen. Avtobusdan bir bo'lsa bo'ladi. Ha, to'g'ri.
8 kere 2 16 ni 6 javoblardan foydalanib oxirgi javobi 6 lik qidirsangiz ham bo'ladi. Agar unaqa javoblar ikkita bo'lib qoladigan bo'lsa, keyin ishlab chiqishingiz kerak. Majbursiz. To'p, bolalar 9-soatni ishlamayman, o'zingiz to'ldirib chiqasiz. D bo'ladi. Bilmayman necha chiqsa, lekin ishlaydi. D bo'ladi. Daraxtmi? Ha, bo'ldi. 9 ga D javob chiqdi. Daraxtmi, Boburmi? Voy, ishlab beraymi endi ishlar. Ishlab beringchi. Bunaqa narsani alohida juda ham ko'p ishlagansizlarda, shuning uchun ishlayvermayman o'g'limda. Mana bu plus, bu plus, bu minus. Mana bu so'roq, mana bu yigirma, mana bu 10. Mana qarang. Mana bu yerda 12 ham bor. Nechiga qo'shsak 12 ga 7. Xo'p, yaxshi, yana. Nechidan ayiramiz 12 ni 20? 50. Nechidan ayiramiz 50 ga 50 nechiga qo'shamiz 7. 59 degan javobimiz daraxt ekan. Daraxt. 10 bo'ldi. 10 yon tomonda rebusdagi harflar o'rnida turuvchi sonlarning yig'indisini toping. Mana. Bittasini ishlab beraman. Undan keyin 11 o'zingiz ishlaysiz. A 2 3 1 3 8 5 8 2 2 qarang. Mana bu yerda qo'shuv ekan. Qo'shuv ekan. B qo'shilgan 5 2 bo'lishi. Mana bu B'imiz 7. 7 ga 5 qo'shganimizda 2 bir tildagi bor. 3 ga 8 qo'shsak 11 tildagi bilan 12 yana 1. 2 ga nechini qo'shsak 2. Ha, mana bu 9 bo'ladi. Nima uchun? 2 ga 9 qo'shsak 11 tildagi bilan 12 ni ikkisi. Yana bir tilda 3 ga nechini qo'shsak 8. 4. Bir tildagi bilan 8 bo'ladi-da. Bizga nima so'rayapti? 20. Ha, yig'indisimi? 4 plus 9 plus 7. Olmadı o'z ishlaysiz 12 ga o'tyapman. 12. Do'konda birinchi kuni ikkinchi kundagidan 24 kilogramm kam kartoshka sotildi. Ikkinchi kuni uchinchi kundagidan 5 kilogramm ko'p kartoshka sotildimi? Xo'p, sotildi. Agar do'konda ikkinchi kuni 50 kilogramm bo'ldi. Ketdik. Demak 12. Birinchi kun ikkinchi kundagidan 24 kilogramm kam. Mana necha kun kartoshka sotilyapti? Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun. Demak, qarang. Birinchi kuni ikkinchi kundagidan 24 kilogramm kamroq. Demak, mana bu kuni x deydigan bo'lsam, birinchi kunni, ikkinchi kunni x plus 24 desam bo'ladimi? Birinchi kuni ikkinchi kundagidan 24 kilogramm kamroq. Demak, ikkinchi kun 24 kilogramm ko'proq bo'ladimi? To'g'rimi? Hamma tushundimi mana shu yering? Xo'p, yaxshi. Ikkinchi kuni uchinchi kundagidan 5 kilogramm ko'p. 5 kilogramm ko'p. Qaranglar bolalar. 2 tushunmadingiz? Mana qarang. Birinchi kuni ikkinchi kundagidan 24 kilogramm kamroq. Birinchi kuni kamroq. Ikkinchi kuni ko'proq bo'ladimi? Shundaymi? Demak, bunda x bo'ladigan bo'lsa, bunda x plus 20 bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, ana endi ikkinchi kuni uchinchi kundagidan necha kilogramm? 5 kilogramm ko'p. Qarang. Ikkinchi kuni uchinchi kundagidan 5 kilogramm ko'p bo'lsa, bu kuni kamroq bo'ladimi bunisi? Bu kuni ko'proq bo'lsin deyapti. Bu kamroq bo'ladi. Demak, mana x plus 24 ikkinchi kuni shunchami-di? Ana shundan 5 kilogramm 5 kilogramm kamroq. Aynan 5. 19 bitsa maylimi? Hamma tushunadimi? Demak, mana buni shunday o'chiraman-da. Mana bu 19. Xo'p, ana endi agar do'konda ikkinchi kuni 50 kilogramm kartoshka sotilgan bo'lsa, ikkinchi kun qani? Mana shu kuni 50 kilogramm. Demak, x plus 24 imizni o'zi 50 ekan. 20. Mana x teng necha bo'ladi? 26. Mana. X 26 ekan. Ana endi kartoshka sotilgan bo'lsa, do'konda 3 kunda. Demak, mana bu 26 bo'lsa, qarang. Mana bu yozib qo'ygan qo'shimdan birinchi kuni
X o'zida 26. Ikkinchi kuni 24 qo'shilgan 26 50. Uchinchi kuni 26 qo'shib 19. 26 19 qo'shib yuboring. 30 45. Hop, 3 kun davomida hammasi bo'lib qancha deydi? 70 70 ga 45 110 115 emas? 120. Men mana 0 deb qarab ko'ryapman. Demak 121 degan javobimiz C javobi. Tushunarli bo'ldimi? O'chib tashlayman. Yo'q. O'chib tashlayman. Yo'q. Ey, Jimmy. Tashab qo'yaman, guruhlarga tashab qo'yaman. Tashab qo'yaman, guruhlarga tashab qo'yaman. Xo'p, 12 ketdimi? 13. 13 da mashina manzilgacha bo'lgan 13. 13. Mashina manzilgacha bo'lgan yo'lni Mashina manzilgacha bo'lgan yo'lni 3 soatda bosib o'tmoqchi. Mashina birinchi soatda 73 kilometr. Ikkinchi soatda mana. Birinchi soatda 73 kilometr. Ikkinchi soatda 15 kilometr. Ko'proq ekan. Ko'proq bo'ladigan bo'lsa qancha bo'ladi? 88 kilometr. O'tdi. Agar jami manzilgacha yo'l 219 kilometr bo'ladigan bo'lsa, hammasi bo'lib qancha? 219 kilometr ekan. Bo'lsa 3-soatda necha kilometr? Mana bu soatda necha kilometr bosib o'tgan? Demak, mana bu tarafga bo'lyapti. Oxirgi raqamlardan foydalansam bo'ladimi? 3 ga 8 ga qo'shsak. Necha? 11 da 1 olib qo'yaman. 9 dan 1 aytsak, oxiri 8 ga javob qidiraman. Xo'p, 3 deydi. A, B, C. Yechingiz endi. Majburiy. 73 ga qo'shamiz 88 ni. 161. Demak 219 dan ayiramiz 161 ni. Necha bo'ladi? 8. 58 degan javob. 14-savol. Bolalar, bunaqa narsani yana ishlaganmiz. Qarang. Qaranglar. Ikkita yonboshda turadigan narsani chizib olamiz birinchi. Mana bu 3 va mana bunga 2. 32 ni. Mana bu yerda turdik 2. Ana endi mana buni ichiga kiradigan narsa kerak. U bittagina 1 bor-da, mana bu ko'paytirish kirmaydi uni ichiga. Bittagina 1 bor mana. 31 ni 2 ga ko'paytiramiz. 62. Mana. Hop, ana endi mana bu yerga ko'paytirish turadimi? Ko'paytirish. Mana bu yerda 2 turibdi, mana ko'paytirish. Mana bu 1 ekan. Keyin mana bu ko'paytirish. Shunaqami? 31 ko'paytirilgan 2 62 degan javobimiz C javobi. Siz xuddi to'g'ri aytdingiz. 15. Rasmda ikkita qo'zi qorin ko'rsatilgan. Demak, qarang, ikkita oralig'ida 6 sm turibdi. Ikkita oralig'ida 6 sm turibdi. Demak, bittasi qanchadan to'g'ri keladi? Har oralig'imiz 3 dan to'g'ri keladi. Demak, nechta oralig' bor? Kichkina qo'zi qoringacha nechta oralig' bor? Sanang chiqadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 3 kere 8. 24. Demak, kichkina qo'zi qorinning bo'yi 24. Bizga nima so'rayapsiz? Ularning balandligi o'rtasidagi farq. Xo'p, yaxshi. Ana endi kattasi nechta ekan? 10 nechta? 39 mi? Demak, 13 ko'paytirilgan 3 39. Ana endi kattasi farq 39 dan ayiramiz 24. Hozir yoki bo'lmasa mana bu yerda chizib qo'yilgan-ku. Bu bilan buni orasidagini ko'paytirsangiz 5 ta bo'ladi. 5 ni ko'paytirib qo'ysangiz 15 chiqadi. Undan sizlar hech kim sizda tushunmaydi. Demak 15 degan javob D javobida turibdi. 16-savol. 16-savol. Kinoteatr o'rindiqlari to'g'ri to'rtburchak shaklida joylashtirilgan bo'lib, 12 ta qator, har bir qatorda 24 tadan o'rindiq bor. Agar kinoteatrga, demak, nechta o'rindiq borligini aniqlaylik birinchi. 12 Ko'paytirib oling.
Agar kinoteatrga kirgan odamlar soni 250 nechta? 188 ta. Ko'paytsa 180. Yo'q, o'zi 24 o'g'ilni ko'paytsa 240 chiqadi. 24 ni 2 ko'paytsa 48, 240 ta 248 qo'shsa 288 ta bo'ladi. Xo'p, ana endi 288 ta o'rindiq bor edi, 250 ta odam kiribdi. 250 ta ayiramiz. 288 da 250 250 joyimiz 38 degan joyimiz A. To'g'ri javob 17. Chip. Bitta kinoteatr konteynerga jami 600 yashik uzum joylashtirildi. Agar har bir yashikka 4 kg uzum solingan bo'lsa va 3 ta konteyner bo'lsa, qarang. 600 ta yashik olib kelinib. Konteyner nimaga o'zi bor, konteyner? Poyez ko'rgansizmi, poyez? Poyezning vagonlari bo'ladi, bilasizmi? Vagonlar katta uyga o'xshagan narsasi bo'ladi. Bilasizmi? Ana shu narsa konteyner deydi. Uni ichiga narsalar solib ketiladi. Mana yashik, pashik, shunaqa narsalar chetdan solib keladigan narsa u. Xo'p. Demak, konteyner xuddi mana o'zimizning xonamizga o'xshagan narsa. Tushundingizmi? Xonamizga o'xshagan narsa faqat uzun bo'ladi. Demak, xo'p, bitta konteynerda eshiting. 600 ta yashik nimadir bor ekan-da? Uzun. 600 yashik uzun bor ekan. Agar har bir yashikda 4 kilogramdan uzun bo'lsa, buni 4 ga ko'paytirib tashlayman. Necha kilogramga chiqadi? 2400 kilogram nima bor? Uzun bor ekan. Ana endi bitta konteynerda 2400 kilogram uzun bo'lsa, 3 ta konteynerda necha kilogram? 2400 ni ko'paytiramiz 3 ga. O'qib gapir, 2400 Demak 7200 degan javob B javob. 18. Usta 1 soatda 12 ta. Demak ustakamiz usta 1 soatda 12 ta. Shogird esa 10 ta detal tayyorlaydi. Usta va shogird birgalikda 5 soatda. Bolalar ular birgalikda ishlasa 1 soatda nechta detal tayyorlaydi? 20 ta detal tayyorlaydimi? 1 soatda. Xo'p. Endi ikkalasi birgalikda ishlasa 5 soatda qancha? 22 ga ko'paytiramiz. 110 ta. Davom bor ekan. Shogirdning bir o'zi necha soat yasaydi? Qarang. 110 ta detal yasaydi-yu. Agar shogirdini bir o'zi ishlasa 110 ta detalni necha soat ishlaydi? To'g'ri javob B javob. Ko'rdingizmi, bilaman. Bilasiz. 19. Xo'p, restoranda 7 ta 2 kishilik, 8 ta 3 kishilik va 10 ta 4 kishilik stollar bor. Xuddi shunday 4 ta restoran borlar. Xo'p, ko'pi bilan necha kishining qabul qiladi? Bo'ldi, yaxshi qarang. 7 ta kishi, 7 ta 2 kishilik. 7 ta 2 kishilik bo'ladigan restoran degani 14 ta. Xo'p, 8 ta 3 kishilik. 8 ga 24 ta. Xo'p, 10 ta 4 kishilik, 10 ko'paytirilgan 4 40 ta. Xo'p, ana endi hammasini qo'shadigan bo'lsak, bitta restoranga necha kishi o'tirishi kelib chiqadi? Bitta restoranga 78 kishi o'tiradigan bo'lsa, nechta? 4 ta restoran bor. Demak, 78 da men 4 ga ko'paytirib qo'yishim kerak. 312. Javobimiz 312 degan javob A javob turibdi. 20-savol. 20-savol. Do'konga 237 kg guruch olib kelindi. Do'kondan dastlab umumiy hisobda 237 kg guruch olib kelindi. Do'kondan dastlabki 4 kunda 26 kg dan. Demak, qaranglar bolalar. 4 kunda 26 kg dan guruch sotilgan bo'lsa, umumiy hisobda 26 kg ko'paytirib tashlaymiz. 80. Yo'q, 104 kg guruch sotilib 4 kun davomida. Ana endi
necha 20-savol. 26 kilogrammdan va keyingi har bir kunda 19 kilogrammdan guruch sotildi. Do'kondagi jami guruch necha kunda sotib bo'lgan? Xo'p, qarang bo'ldi. 4 kun sotib bo'lindi. 4 kunda 104 kilogramm sotib bo'lindi. Ana endi 237 kilogramdan ayiramiz 104 kilogramm. Necha kilogramm? 133 kilogramm. Bola 133 kilogramm qoldi-ku. Ana shu 133 kilogramm qolgan narsa nima bo'lib ketdi? Har kun 19 kilogrammdan sotilyapti. Necha kunga yetadi? 19 ga. 7 kunga yetadimi? Ana endi bolalar necha kun davomida sotib bo'ladi? O, malades. Mana bu 7 kun sotildi 19 kilogrammdan va 26 kilogrammdan 4 kun sotildi. Umumiy hisobda necha kun ketdi? 4 plus 7 11 kun ketdi deb javob berib qo'yishingiz kerak. To'g'ri javob. Qaranglar bolalar. Ha, mana bu yerda 7 degan javobim bor. Belgilab qo'ymang. Ha, mana bundan oldin 4 kilogramm sotilyapti. Ko'pchilik bolalar nima qiladi? Mana 7 ga bo'ladi, bo'ldi. Tez ishlayman deb xato yo'l qo'yib qo'yadi. Ana men ishladim. Demak, 21-savol. Xodani 9 qismga ajratish uchun 72 ming. 9 qismga ajratish uchun necha joyda qisamiz? Demak, 72 ni bo'laman 8 ga. Qanaqa 9? Hozir gapirdim meni. 8 ga bo'laman. Har bir marta aralashimiz uchun 9 daqiqadan vaqt ketar ekan. Xo'p, xuddi shunday boshqa xodani 3 qismga ajratish uchun necha joyda qisamiz? 2 joyda kesamiz. Har bir kesishimiz uchun 9 daqiqadan ketsa 18 daqiqa vaqtimiz ketib qolar ekan. To'g'ri javob siz. Bola kimdirlar bunday qiladi. 72 ni shartda bo'lib qo'yadi 9 ga 8 chiqadi. Keyin 8 ni ko'paytiramiz 3 ga deydi. 3 ga 8 24 deydi. Shartda qaraydi. A javobga belgilaydi, uxlaydi. Tushunarli? Qaranglar, A javobni ham qo'yib qo'ygan. 24. Sizlar chalashlaringiz uchun 24 degan javobni ham qo'yib qo'yibdi. Ustoz qanday? Test bolalar shunday narsa. Sizlarni xato qilishingiz mumkin bo'lgan barcha javoblar qo'yiladi. Har qanday holatda. Tushunarli? Har doim qo'yib qo'yiladi. Mana bunday xatolikka yo'l qo'ymang hech qachon. Ustoz 20 qancha tushuntiradi? Mana bunimi? Qarang, 72 daqiqa vaqt ketyapti. 9 qismga ajratish uchun. 9 qismga ajratish uchun 72 daqiqa ketadigan bo'lsa, qarang, mana bu xoda 9 qismga ajrataman men. Bitta joydan kesdim, ikkita joydan kesdim, uchta joydan kesdim, to'rtta joydan kesdim, 5ta joydan kesdim, 6ta joydan kesdim, 7ta joydan kesdim, 8ta joydan kesdim. 8ta joydan kesganimda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bo'lakka ajratdim. Eng oxirgi bo'lagini shunday kesgan vaqtim, oxirgi bitta bo'lagi kessak 2 bo'lakka ajratib qoladi. Tushuning? Mana 8ta joydan kessang necha qismga ajraladi? 9 bo'lakka ajraladi. Agar 20 bo'lakka ajratmoqchi bo'lsang 19 joydan kesishing kerak. Tushundingmi? Shuning uchun 8 ga bo'lyapti. Har biriga mana 9 daqiqa, 9 daqiqa, 9 daqiqa, hammasi 9 daqiqada ketgan bir marta aralashing uchun. Ana endi 3 bo'lakka bo'lishi uchun necha joydan kesishing kerak? 2 joydan kesishing kerak, tamommi? Har biriga mana 9 tadan ketgandan keyin har biriga 9 daqiqadan vaqt ketgandan keyin 2 marta kesishing uchun 18 daqiqa vaqt ketadi. Tushundingmi? Mana bunday xatoga yo'l qo'ymang hech qachon. Xo'p, 22-savol. 30 bo'lagan. 22 ni ishlab bermayman, bo'yagini o'zi. Evet, chizib ishladim ana shuni o'zi. To'g'ri javob. 23. 30 bo'ladi. Bilmayman nechi. Hisoblang, 23 deb ishlab hamma ayda ishlab beraman. 14 plus 14 plus 14 plus 15 plus 16 plus 15 plus 16 plus 16 plus 14. Bolalar, hammasini bir boshqa qo'shib chiqish shartmi? Sanaymiz. 1 2 3 4 ta 14. 14 ko'paytirilgan 4 necha bo'ladi? 56. 15 dan nechta? 1 2 2 ta 15. 30. Xo'p, yana nima bor? 16 16 3 ta 16. 48. Hammasi qo'shib qo'ying bo'ldi. Tushunarli? Tushunarlimi? O'chib tashlayman buni. Nechadan chiqadi bilmayman. 134. O'chib tashladim. 134. Kerak emas. 22-chi, 24-savol qarang bor. 24-savol. 24-savol. 4. O'rningda. Yo'qoladi. To'qolsan kitob. Mana turib ketdi tomosha. 24-savolmidi?
24-savol. Sardor 4 ta rasmni doskaga ilib chiqishi uchun 15 ta mixchalardan foydalanilar ekan. Xo'p, ana endi Hoshimga shu usul bilan 8 ta qaraylar bo'ldi. Mana bu yerda zo'r savolchalar bu. Mana shuni bunday qilib, mana bunday qilib, keyin yana bunday qilib chizib qo'yganda, mana bunday. Mana bunday. Xullas bir-birining ustiga mini ketyapti. Mana birinchisi uchun 1, 2, 3 ta nuqtacha ko'rinyapti. Ikkinchisi uchun 1, 2, 3 ta nuqtacha ko'rinyapti. Uchinchisi uchun ham 1, 2, 3 ta nuqtacha qo'yilyapti. Bir-birini xuddi ana bu. Ha. Nima deydi? Kiyimlar degansizmi bu dorga? Mana bu sizga kiyimlar degansizmi, yuvib qo'yib kiyimlar degansizmi? Ana shunday qilib ilib turib mana bitta kiyimda ilib qo'yib turib, ikkinchi kiyimda bunday ilib qo'yib turib, ikkita kiyim uchun bittagina qisqichdan foydalanib ketasiz. Shunday degansizmi yo'qmi hech? O'shanda ketilyapti mana. Mana bitta qo'yilyapti. Endi buni ustiga yana bittasini qo'yyapti, yana 3 ta qo'yib qo'yyapti. Xo'p, ana endi xuddi shu tartibda ketyapti va eng oxirgisiga borganda mana bunaqa shakl paydo bo'lib qoladi. Eng oxirgisiga bittasiga borganda nechta nuqtachasi bo'ladi unda? 6 ta. Har birida 3 ta nechta bo'lishidan qat'iy nazar mana. Misol uchun 9 ta deydigan bo'lsa, 8 tasida 3 ta bo'ladi. Eng oxirgisi bittasiga borganda 6 ta bo'lib qoladi. To'g'ri 4 pechak 4 ta. 3 ta. Nimasi? 8 3 ko'paytiramiz. 4 ta bu. Qaysi birida? 4 ta bo'ldi. 3 ta yo'q. 4 ta. Mana aytyapti. Ha, yo'q, endi misol qilib ko'rsatyapman. Mana buni aytyapsizmi? Misol qilib ko'rsatyapman. Bizda 8 ta deyapti, mana qarang. 8 ta rasmdagidek mana shunaqa shakldan 8 ta bo'ladigan bo'lsa, deyapti. 8 ta bo'ladigan bo'lsa, nechta mixchalar kerak bo'ladi deb aytadi. Qarang. 8 tasi uchun nima uchun 3 ga ko'paytiramiz? Nima uchun 7? O, malades. 7 ni 3 ga ko'paytiraman bolalar. Nima uchun 7 ta olyapman? Chunki eng oxirgisida 6 ta mixcha kerak bo'ladi, eng oxirgisiga. Qolganlariga 3 ta mixcha kerak bo'ladi, eng oxirgisiga 6 ta mixcha kerak bo'ladi. Demak, 7 karo 21 va bitta 6 ni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. 6 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 27 mixcha kerak bo'lar ekan. Tushunarli? 27 degan javobimiz bormi o'zi? Xo'p, 25-savol. 25-savolga nima deykan? Qani? Ikkita ketma-ket natural sonning ko'paytmasi 132. Bolalar e'tibor bering, ikkita ketma-ket bo'lishi kerak. Ketma-ket. Demak, qarang. Xo'p. Ketma-ket natural sonning ko'paytmasi 132. Bittasi x bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi x + 1 bo'lishi kerak. Mana bunaqa bo'lishi kerak. Mana misol uchun bu 1 bo'lsa, bu 2 bo'ladi. Haqiqatan shundaymi? Mana bu 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu x'imiz 6 bo'lsa, 6 + 1imiz 7 bo'ladi. Xo'p, bittasi 10 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 11 bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi 132 hosil bo'lishi kerak. Necha? O, malades. 11 bilan 12. Siz oxirgi raqamlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Bittasi oxirgi raqami 1, ikkinchisining 2 bo'lsa, mana 1 kara 2, oxirgi 2 paydo bo'ladi. 2 ga 1 qo'shamiz 3 keyin 1. Demak 11 dan 12 ga ko'paytsak 132. 11 bilan 12 nimani toping deyapti? Bu sonlarni yig'indisi. 11 ga qo'shamiz 12 ni javobimiz 20. 23 degan javobimiz sizga javob. Qancha? Hop, 26. O'chiramiz. Sizdan o'chiring. Ya, o'chiraman. Qani to'xtab ko'rsating. 25 ga kelguncha necha keladi? 26 deydi. Esa shu joyda. 4 tadan keyin tugaydi. 4 tadan keyin. Hop, 26. 5 tadan keyin. 26 ni o'zi ham bor. 26. Fabrikada birinchi kuni 148 ta. Mana. Birinchi kun 148 ta. Koptok ishlab chiqarildi. Ikkinchi kuni esa birinchi kundagidan 16 ta ko'proq. Ikkinchi kundagida esa 16 ta ko'proq bo'lsa qancha bo'ladi? 60. Va uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 2 marta kam. Uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 2 marta kam bo'lsa qancha? Necha? 82. 2 marta kam deyapti. 82 ta koptok ishlab chiqarildi. 3 kun davomida hammasi bo'lib qancha bo'ldi deyapti?
Qo'shamiz hamma. Qo'shishimiz kerak. Xo'p, hammasini javoblarni oxirgi raqamlarni har xil 8 ga 4 qo'shsak, 2 ga 2 ni qo'shsak, nimadan oxiri 4. Oxiri chiqadi. D javob turib 394 chiqadi. Ajobdan bor ekan. Endi qo'shib chiqasiz. 394 chiqadimi? Barda javob. D javob. Ajob bizda 27. Xo'p, Shahlo birinchi kuni 36 bet kitob o'qidi. Demak, birinchi kuni bu ham shunga o'xshaydigan savolmi deymanda? 36 bet kitob o'qidi. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 3 marta ko'proq. Necha bo'ladi? 108 mi? Xo'p, 108 bet. Nechinchi bet? 27 kuni. 3 marta 3-chi kuni esa umumiy ikkala kundagidan 20 bet kamroq. Nima qilamiz? 20 20 yashimiz kerak. 20 bet kam kitob o'qidi. Shahlo jami necha bet kitob o'qidi? Hammasi. Javoblarida hammasi har xilmi? Ikkita bir hujjat. To'g'ri javob yo'q ham bor ekan. To'g'ri javob yo'q degan javob turib ehtiyot bo'lamiz. Balki javoblarni oxirgi raqamlarni har xil qilib turib, masalan, oxirgi raqamlarda nimalardir 4 qo'yib turib, lekin masalan sizda 244 chiqish kerak bo'lgan bo'lsa javobi, misol uchun 244 chiqish kerak bo'lsa, sizlarga bunday qilib turib 234 deb yozib turib, D javobga to'g'ri javob yo'q deb qo'ygan bo'lsa, siz oxirgi raqamlardan foydalanib mana javob topib ketsangiz, lekin aslida to'g'ri javob yo'q bo'lib qoladi. Nima uchun? Chunki sizda 244 degan javob chiqish kerak bo'lib qolgan bo'ladi. E'tibor berasiz. To'g'ri javob yo'q degan javob tursa, siz oxirigacha ishlab chiqing har doim. Har doim ishlab chiqing. Xo'pmi? Mana bundan foydalanmang. Oxirgi raqamlarni qo'shib chiqib foydalanmang bundan. to'g'ri javob yo'q. Chunki to'g'ri javob yo'q chiqib qolishi mumkin. Shunaqa ehtimoli bor-da. Tushundingiz-a? Oxirigacha ishlab chiqing har doim. Agar javoblarda to'g'ri javob yo'q degan variant turadigan bo'lsa, siz oxirigacha ishlab chiqing. Ne? Xo'p. Aytdim-ku, 200 masalan 244 degan javob chiqib kerak bo'lsa, mana A javobga mana A javobga nimalardir qo'yib, masalan 325, B javobga 627, C javobga 234, D javobga TJ qo'yib qo'yadigan bo'lsa, siz oxirgilarni qo'shib chiqasiz. Oxiri to'g'ri yozish chiqish kerak sizga, to'g'rimi? Mana topdim, mana javob Bga ketib qolsangiz, aslida 244 degan javob chiqishi kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga to'g'ri javob yo'q degan javobni olishimiz kerak bo'lib qolishi kerak. Tushunarli? Bo'ldi, 28-chi savol. Xo'p, ruchka narxi 2015-yil 500 so'm edi. 2015-yil 500 so'm edi. 2022-yilga kelib uning narxi 2000 so'm bo'ldi. 2022-yilga kelib 2000 so'm bo'lib qoldi. Xo'p, so'm bo'ldi. Ruchka narxi necha marta qimmatlashgan? 2500 ga bo'lib tashlaysiz, bo'ldi. Bu muammo emas. Muammo emas. 29-savol. 29-savol. Demak, Nodir do'kondan 2 xil shirinlik sotib olyapti. Birinchi xil shirinlikning 1 kilogramm narxi 37 ming so'm. 37 ming so'm birinchi shirinligimiz. Ikkinchi xil shirinlikning 1 kilogramm narxi 41 ming so'm. Xo'p, yaxshi. Nodir shirinliklarni sotib olish uchun umumiy 30.400 so'm pul sarfladi. Ikkalasidan qanchadir miqdorda olibdi va qancha? 304 mingmi? 304 ming so'm sarflabdi. Pul sarfladi. Agar Nodir birinchi xil shirinlikdan 6 kilogramm, mana bundan 6 kilogramm olibdi. 6 kilogramm olgan bo'lsa, u ikkinchi xil shirinlikdan. Bo'ldi, tamom. Nima qilamiz? Ko'paytiramizda. Mana bundan ayirib nima qilishimiz kerak? Mana bunga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, mana bundan necha kilogramm deydi? 222 bo'ladi ko'paytirsa. Ko'paytira oling. 222. 222. Anladingmi? 222 0 0 0 222 ming. Demak, 304 ming so'mdan 222 ming so'mdan ayirib tashlaymiz. 82 ming. 82. Necha? 82 ming so'm. 82 ming so'mdan 41 ming tashlaydigan bo'lsak, qancha? Mana bu shirinlikdan
2 kilogramm olgan ekan degan javob chiqdi. 2 degan javobimiz bormi? B. Xo'p, va eng so'nggi savolimiz 30-savol. Jasur bir nechta shirinlik sotib oldi. Dastlab shirinliklarni 3 ta qiziga teng miqdorda qolgan 4 ta shirinliklarni esa o'g'li Otabekka berdi. Qarang, eshiting. Jasur nechtadir shirinlik oldi? Bilmaymiz qanchaligini. Xo'p, ana endi dastlab shirinliklarni 3 ta qiziga teng miqdorda bo'lib berdi. Va 4 ta shirinlik esa o'g'liga berdi. O'g'liga 4 ta shirinlik berdi. Agar qizlarining har biri 5 ta shirinlik olgan bo'lsa, Jasur jami nechta shirinlik sotib olgan? Bo'ldi, ishlab bermayman. Bitta rishta oldi ishlab bermayman, teskari qilasiz. Shular teskarisida boring shekillas. Kelishdiga? 19 diyor shunday. Sasha 30 tasini